2025-yil iyul oyi va avgust oyi litsenziyalangan firmadan Umra ziyoratiga borish narxlari necha puldan bo'lyapti va sharoitlari haqida qisqacha video rolik tayyorlayapmiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Inshaalloh 2025-yil iyul oyi va avgust oyi Umra ziyoratiga borish narxlari atiga $1100 dan bo'lyapti. Ya'ni Toshkent Madina yo'nalishida reyslar qatnovi bo'lib turibdi. Faqatgina reyslarimiz hozirgi kunda Toshkentdan uchyapti. Toshkent Madina yo'nalishida inshaalloh iyul oyi va avgust oyi reyslar sanalari va narxlari chiqib bo'lgan. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, o'z joylaringizni bron qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari sharoitlar haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam, bizda standart paket, ya'ni haramga yaqin gastitsa bo'ladi. 2 kilometrga borib bormaydi, ya'ni Makka Mukarramadagi gastitsamiz Madina Munavvarada esa 300-400 metr masofani egallaydi. Ya'ni Masjidul Nabaviydan boshlab gastitsamizning masofasi Madina Munavvarada 3 kun bo'lasizlar, Makka Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. 3 mahal milliy taomlarda ovqatlar va malakali 50 boshlar sizlar bilan birga ketib, yana birga qaytib kelishadi. Ya'ni 14 kun mobaynida sizlar bilan birga bo'lishadi. Shularning hammasi $1100. Undan tashqari sayohatlar va ziyoratlar hammasi shuning ichida. Ya'ni Madina Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga inshaalloh 50 boshlar o'zi olib chiqishadi. Undan tashqari Uhud tog'iga sayohat, Xurmo bog'iga sayohat, Qubo masjidiga sayohat, shunaqangi bir sayohatlarimiz ko'p Madina Munavvarada. Bulut masjidi, Jin masjidi, undan tashqari Makka Mukarramada Jabarul Nur tog'i, Hiro g'ori, undan tashqari Qizil dengiz sayohati va undan tashqari Uhud tog'lari, shunaqa Arafat vodiylari, shunaqangi bir sayohatlar, ziyoratlar qilinadigan joylar bor. Hammasiga 50 boshlar o'zlari sizlarda o'zlari olib borib, tanishtirib, ziyoratlar qildirib, ibodatlar qildirib, qaytarib yana O'zbekistonga olib kelishadi. Narx atiga $1100 dan ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Iyul oyi va avgust oyi xohlagan sanalangan reyslarimiz bor. Ya'ni reyslarimiz juda ko'p. Misol iyul oyini 20 ta 25 ta reys qo'yilgan. Ya'ni kunora 1-chi, 3-chi, 5-chi shunaqa ketaveradi cherezni. Avgust oyida ham xuddi shunaqa bizni musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz ham bor. Bemalol Telegramdan va WhatsApp orqali aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlar ham bir dona Zagram pasport evaziga joylaringizni bron qildirsalaring bo'ladi. Shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.